Toshkentda Davlat bojxona qo'mitasi hamda Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi hamkorligida ilk bor Uzbek Import Fair 2025 birinchi xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Tadbir mahalliy kontentni oshirishda importni optimallashtirish mavzusiga bag'ishlandi. Ushbu ko'rgazmada AQSh, Vengriya, Koreya, Misr, Ozarbayjon, Pokiston, Slovakiya, Kuvayt va Yaponiya kabi davlatlardan 30 dan ortiq xorijiy kompaniyalar qatnashdi. Bu ko'rgazma nima uchun muhim? Mamlakatimizga har yili juda ko'p tovarlar xorijdan keltiriladi. Ayniqsa texnika, metal buyumlar, oziq-ovqat, yoqilg'i, elektrotexnika va hatto oddiy qurilish oynalari ham. Elektroskuterlar bugun kuryerlik xizmatlari, turizm sohasi uchun ham juda qulay va shu bois urfga kirdi. O'zbekistonga eng ko'p olib kelingan mahsulotlar ro'yxatida ham elektroskuter va uning ehtiyot qismlari yetakchi o'rinda. Umumiy skuterlarni olib kirilishini aytadigan bo'lsak, 2025-yil hozirgi oyigacha 16 million dollardan oshiq bo'ldi. Bularning 50-60% elektr skuterlarga to'g'ri keladi, ya'ni benzinli emas. Elektr mashina yoki elektr skuterlarga talab oshyapti. Aslida bularning ko'pini o'zimizda ham ishlab chiqarish mumkin. O'zbekistonda ilk bor o'tkazilayotgan bu ko'rgazma aynan shu maqsadda o'zimizning mahalliy tadbirkorlarga yangi imkoniyatlar eshigini ochish. Birgina misol 2024-yilda litiy-ion akkumulyatorlar importi 19 barobarga oshgan. Ammo bu batareyalarni o'zimizda ishlab chiqarish bir necha barobar arzonga tushar ekan. Yurtimiz konlarida litiy zaxiralari bor, demak bu sohani rivojlantirishning tagida ulkan imkoniyat yotibdi. Faktlar shundan dalolat beradiki, biz o'zimiz ishlab chiqara oladigan, ammo hali hanuz chetdan olib kelinadigan minglab mahsulotlar bor. Ko'rgazma samarasi sifatida aytish mumkin. Professional tikuvchilar sinovdan o'tgan tikuv mashinalari, zamonaviy protez mahsulotlari ham kelgusi yildan o'zimizda ishlab chiqariladi. Biz talabni o'rganib chiqqanimizda 1 yil mobaynida 12 mingtadan ortiq oyoq proteziga, 1200 tadan ortiq qo'l proteziga muhtojliklar o'rganib chiqildi va shu mahsulotlarda juda ko'p qismlari import qilib chet ellardan keltiriladi. Hozir biz Germaniyani Atabo kompaniyasi bilan hamkorlikda boshlayapmiz. Markaziy Osiyodagi yagona laboratoriya aynan protez mahsulotlari uchun qurilish davom etmoqda. Kelasi yilga individual qismlarni yasash uchun laboratoriyamiz tayyor bo'ladi. Protez qo'lga muhtojlarga buni har xil turlari bor. Bu hozir harakatlanadigan. Bunisi harakatlanmaydigan qismlar. O'zi bu bor narsa, yangiligi o'zimizda chiqishni boshlash. Yurtimizda ishlab chiqarish imkoni bo'lgan, ammo eng ko'p import qilinayotgan 3000 turdagi mahsulotlar namoyish qilindi. Importni qisqartirish jarayonida muhandislar, olimlar va startaplar yangi texnologiyalarni yarata boshlaydi. Bu mamlakatning innovatsion rivojiga, iqtisodiy o'sishiga xizmat qiladi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Sanjar Shermuhammadov, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.